Sirdaryo viloyatida jamiyatda faol, yurtimiz tinchligini himoya qilish yo'lida faoliyat olib borayotgan harbiy xotin-qizlarimiz o'rtasida Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari ko'rik tanlovi o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbek ayollari bugun jamiyat rivojlanishida ham, oilada ham o'z o'rniga ega. Sirdaryo tumanining Intilish mahallasidagi madaniyat markazida o'tkazilgan Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari ko'rik tanlovi harbiy sohada xizmat qilayotgan hamda mahalladagi faol xotin-qizlarni raqobat maydoniga chorladi. 5 shart asosida o'tkazilgan tanlov hakamlar hay'ati tomonidan xolislik, adolat mezonlari asosida baholab borildi. Har bir ishtirokchi tanlovga o'ziga xos katta tayyorgarlik bilan kelgan. Sahnadagi chiqishlar shijoatli xotin-qizlarning o'zgacha iste'dodi borligini ham namoyon etdi. Momomiz To'marisning siymosini sahnada o'z talqinlarida mahorat bilan ijro etgan vatanparvar xotin-qizlarimizning chiqishlarini tomoshabinlar ham olqishlar bilan kutib olishdi. Tanlov ishtirokchilari barcha shartlarni hamjihatlik, hamfikrlik asosida jamoa bo'lib bajarib, faolliklarini namoyon etdi. Ayniqsa sahnadagi ona timsolini gavdalantirgan harbiy xizmatchi ayolning chiqishi barchada katta taassurot qoldirdi. Ayol jamiyatda qanchalik faol bo'lmasin, u oilada uy bekasi. Shundan kelib chiqib tanlov ishtirokchilari milliy taomimiz bo'lgan palovni mahorat bilan maromga yetkazib tayyorlashdi. Hakamlar hay'ati jamoalarning pazandalik shartidagi mahoratini yuqori baholashdi. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan tashkil etilgan tanlov o'z navbatida vatanparvar ayollarimizning tashabbuskorligini ham sinovdan o'tkazish imkonini berdi. Tomoshabinlarning qo'llab-quvvatlashi natijasida g'oliblar aniqlandi. Tanlov juda ham chiroyli o'tdi. Bu yerda 5 ta shart asosida bellashdik. Mahallamiz ayollari o'rtasida bellashuv bo'ldi. Men o'zim pazandalik juda yaxshi ko'raman. Nominatsiya oldim. Mana shu shart menga juda ham yoqdi. Taassurotlarimiz juda ham katta. Xudo xolasa keyingi tadbirlarda ham faol qatnashish niyatimiz bor. Harbiylarning oila a'zolari hamda harbiy xizmatchi ayollar tarkibidan tuzilgan matonat jamoasining har bir chiqishlari e'tirof etildi. Shu tarzda ushbu tanlovning g'olibi matonat jamoasi deb topildi.